7 etажkani ikkinchi etajda turamiz. Ikkinchi etajdan 3 xonali uy, 60 kvadrat metr, adresimiz 7-mikrorayon. Uyni obzorini ko'raylik, keyin narxiga o'tamiz. Hop. Kiraverish eshigi, kirdikni ham 10 pulga bo'ladi bizga. Kuxnyamiz 7-mikrorayon domlari, barcha narsalar bilan sotiladi. Hop, adres O'zbekim отдел продажasi. Mana bu yerda kiradigan joyi O'zbekim отдел продажасini. Hop, bugun havo ham zo'r. Mana shuni qo'yamiz. Hop, kuxnyadan to'g'ri kirib borsak, pastga sanuzol xonamiz. Sanuzollarimiz rastlaymi? Hammom. Xona gazga suvdan muammo yo'q. Mana uyimiz sal kichikroq. Bu yerda ikkinchi uyimiz. Mana sal kattaroq spalniy xonamiz va oxirgi uyimiz. Bu ham sredniy. Spokойный, тихий rayon. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 43500 dedilar, yana ozgina savdosi bor. 7-mikrorayon. 3 xonali 60 kvadrat metr. 43500.